Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Yigirmi ikkinchi qism. Men oxirgi qitim ayollarni ekitish uchun bu turmaga yana keldim. Ammo bu kun ayollar menga tayyor bo'ldik deb yolg'on so'zlab, keyin men kelganda bular tayyor bo'lib bo'lolmay biz kechikib qoldik. Soat 6 bo'lib ketdi. Amalsiz undan ko'p ayolni mashinaga silib ketayotsam, bizni naq maydonda qatnash saqchisi tutib oldi. Endi amal yo'q edi. Saqchilar meni va u ayollarni saqchixonaga elib berib, 2 kun turgandan keyin meni shu rayonning o'lkalik cho'ng turmaga elib bordi. Bu turma 25 yildan tuvan kesilganlar qamildigan turma bo'lib, hukm kesilishdan burun har 12 kunda bir sotqa elib berildi ekan va sotdan hukm qilishdan burun shu davlatning fuqarosi $100 boshqa davlatlik bo'lsa $3500 kepillik chiqishga bo'ladi ekan. Mening bu davlatda tunji bo'lib yotgan turma mushi bo'lib, bu turma bek nachar turma edi. Hozircha mening jinoyatim faqat 2 deb qaralgan edi. Biri turmadan odam elib qochgan va chegaradan qonunsiz odam o'tkazgan. Bu ikki jinoyatga 25 yildan yuqori qamoq jazosi keldi ekan. Texi bekitilmagan boshqa jinoyatlarim bo'lib, biri hukumat to'g'ri so'qinib kirgan, ikkinchisi qonunsiz kirgan va yolg'on pasport bilan davlat ichida aeroplanga o'ltirgan. Ularning deyishicha men hamma jinoyat uchun 50 yil turmada yetishim kerak ekan. Men bularni tunji sotqa berib angladim. Menga balkim 6 oydan keyin hukm kelishi mumkinligini, ammo bu jarayonda kepillik chiqsam bo'lganligini dedi. Ammo men qanday kepillik chiqaman? Yinimda bar pol 47 ringin tursa, men bu turmada faqat birli chet ellik edim. Hamma odam menga boshqacha qaraydi. Har turmaning o'ziga tushli qoidalari bo'lib, bu turma ilgirmay yotgan turmalardan ba'zi jihatdan ko'p yaxshi bo'lsa-mo, yana ba'zi jihatdan bekmi nachar edi. Men sizga bu turmaning boshqa turmalardan farqli yerlarini aynan tasvirlab beray. Bu turma men sizga ilgir birmidagi turmalarni so'zlab berganga o'xshash bo'lib, har qanday yangi keldaxon cho'qim darvozada axloqsizlik bilan tekshirildi. Her qandaq uzun ishdan ko'ynakning yangi kesildigan bo'lib, ishdan yo'tisidan ko'ynakning yangi jeynikidan kesib o'tildi. Bu turmada eng farqli tekshiradigan yeri yotoqqa kirganda har kuni qip yalang'och bo'lib, ondan yotoqqa kirgizildi. Turmadagi jinoyatchilar bekmi eski ekan. Har kun odamlar urushidi. Urushgan naq maydonda o'lmasimi, necha kundan keyin o'lib ketadi ekan. Saqchilarmi nihoyat qo'pol eski ekan. Ozroqli xatolik tepib olsa qattiq urdi ekan. Men bu turmada insonning xili ko'p azoblarga bardoshlik bera oladiganligini yana bir qitim ko'rdim. Men bu turmaga kelgan tunji kuni maxsus yangi keldaxonlarga ta'lim-tarbiya beradigan kameraga so'landim. Bu kamera 3 metrda 4 metr cho'nglikda bo'lib, taxminan 120 odam patadi ekan. Men bu odamlarning qistilishini, bu oddiy xatlar bilan qanday tasvirlashni bilmadim. Lekin dehqonlarning paxtini xalta qanday chinqig'ini ko'rgan. Balkim odamlarni shunday chinqidi desam to'g'ri bo'lar. Bu tarbiya yotqida jami 5 kun turdim. Asli men bu yerda 12 kun turishim kerak ekan. Dal 5-kuni turmaning tantarbiya maydonida masjidga o'xshash yerini ko'rgan edim. Men 5-kuni masjiddagi yerga borsam, u yerda bir necha musulmonlar peshin namozini saqlab turibdi. Bu o'rin 6 metrda 6 metr keladigan kichik bir ho'yli bo'lib, qibla tarafda Makkaning rasmi cho'ng qog'oz ustida isig'liq. Keyni tarafda bir qora but va podshoh xonishlarning rasmi isig'liq edi. Tush bo'lg'icha buddistlar bu yerda ibodat qildi ekan. Tushdan asrgacha musulmonlar ibodat qildi ekan. Men bu yerga peshin namoziga oz qolganda kelgan edim. Men musulmonlarga salom qilib, yiniga kelib o'ltirsam, ular sen musulmonmi deb so'rashdi. Men, "Ha, men musulmon" dedim. Ular, "Qur'on o'qiy olamsan" deb so'radi. Men, "Ha" desam, oradan biri, "Sur sajdini bilamsan" dedi. Men, "Ha, bilaman" desam, "Emsa sur insonni bilamsan" dedi. "Ha, bilaman" desam, "O'qib baqaqini" degan edi. Men sur insonni o'qib 8-oyatga kelganda, "Bo'ldi, yaxshi o'qiding. Endi sur Baqarani o'qib baq" deydi. Men yodi bilmayman desam, "Undaq sen hurunkansan" deb qo'yib boshqa gapni qilib, "Yaxshi, sen bizga imom bo'lib ber" deb
menga namozda kiydigan bir tal yopka va namoz ko'yniki berdi. Men ta bugungacha shuncha ko'p musibat tortgan bo'lsam-mo, islomiy bilimlarni o'rganishni tashlab qo'ymagan edim. U vaqtda men Qur'ondan bir necha pora yodlab bo'lgan edim. Mana bugun shu sababdan 230 dak musulmonga imom bo'lib namoz o'qidim va shu kundagi sura Baqarani bilmayman desam, sen hurunkansan degan so'z meni xeyli uzun vaqtgacha tamtiratgan edi. Keyin bilsam Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom mening ummatimning hurun kishilarla sura Baqarani yodg'i bilmaydi degan hadisi bo'lganligi uchun ular meni sen hurun debdikan. Allohga hamdlar bo'lsin. Men hozir payg'ambar alayhissalomning ummat ichidagi hurun kishi emas. Men alliburun hurunlikdan qutulib bo'ldim. Alhamdulillah. Masjiddagi jamoat seni biz bugun musulmonlar yatqiga yutkab ep chiqib olamiz deyishib, rost degandek men shu kuni musulmonlar yatqiga yutkilib chiqdim. Men bu yotoqda hurmatlandim. Yotadigan yerim nihoyat yaxshi edi. Hatto kechilik namozga tura olaydim. Munchiga tusha olaydim. Bu yotoqda taxminan 250 dak odam bo'lib, hammasi zahar jinoyati bilan kesilgan musulmon jinoyatchilar edi. Sham va xuftan namozini hammasi to'liq o'qiydi. Bu yotoqda meni hech kim bo'zaq qilmadi. Balkim imom deb bekli hurmat qildi. Meni o'zining dini bilan aziz qilgan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Men bu turmada yinimda bir mo'cham pul yo'q, 87 kun turdim. Tutilgan vaqtimda Malayziya pulda 47 ringgit bor edi. Uni hajligili bo'lmadi. Arliqda bir Uyg'ur tijoratchi ayolimning izlatkuzishi bilan meni $1000 ish haqi elish badaliga yo'qlab keldi. U mening qutulishim uchun $30,000 ketadi ekan deb va mening hayotligimni bilib ketdi. Hamma qiyinchiligimni aytgan bo'lsam-mo, menga $100 pul berib qo'yib ketmadi. Keyin 85 kun bo'lganda Urumchidagi ayolimning o'rinlashtirishi bilan meni bir bal yo'qlab keldi. Men u balga $3500 pul to'lasa, meni kepillikka elib chiqib ketalaydigan yo'lni deb berdim. U bala men deb bergan yo'l bo'yicha rasmiyat bijirib, ayolim silib bergan pul bilan meni 87-kuni turmadan namoz shom vaqtida elib chiqdi. U kuni ajoyib ish bo'lgan edi. Men dal kepillik chiqadiganning oldingi kuni bekmi g'arib bo'ldim. Yinimda pul yo'q, miskin edim. Bu turmada pul bo'lmasa, hatto tishingizni cho'tkilash uchun tish pastasi topa olmaysiz. Men turmaga kiyib kelgan oyig'imni va yuyinib bo'lib qursin deb isib qo'ygan ko'sirimni boshqalar o'g'irlab olib, o'rniga bir kon yakpay sapmikash qilib qolgan edi. Ishtinim faqat birli edi. Turmaga yangi kelgan kuni yo'tisidan saqchilar kesib etgan edi. Kesgan yerini bukmagan bo'lg'achqa yeb chiqib, puchqoqlar chuvilib ketgan edi. Hamma yer sement bo'lg'achqa bir tal ishtanni har kuni kiyib o'ltiravergachga, ikki kasamda yangoq cho'nligida to'shik bor edi. Ichida kusar bo'lmag'achqa qizil go'sht ko'rinib turardi. Ustimda oftobda churib ketgan, mo'risida ushshaq to'shiklar ichilib qolgan oq maykan bor edi. Turma dengiz bo'yiga joylashgan bo'lib, bekmi issiq edi. Soyig'idek yer yo'q, kechgacha terlab o'tiradigan ish edi. Dal shu kun etigan soat 10larda ko'nglim bekmi yerim turmani aylanib, bir tok tuvrikining yinda beshimni oftobdan qochirib yotdim. Hozirgi holimga qarab, ichimdan yig'lab o'tatdim. Turmaning cho'ng yangratqusida mening ismimni chaqirayotganda qilib o'tatdi. Men toza farq etolmay bormadim. Meni boshqa g'alchilar izlab topolmabdi. Peshin namoziga masjidga borsam meni chaqirganligim dedi. Meni kimni izlab kelar deb namoz o'qib bo'lib turatdim. Yana chaqirdi. Men shu hamon mulozimat rayoniga borsam, meni yo'qlab shu ayolim avatgan bir Uyg'ur bola kelibdi. Tova. Har qatim shunda qattiq umidsizlanib yosh to'kkan vaqtimda Rabbim tarafdan bir nijotlik elchisi keldi. Ajoyib xush bo'ldim. Ertasi shom namozini jamoat bilan o'qib o'tatdim. Namozning 3-rakatga kelgan vaqtda saqchi eshikni ichib, men toki namozdan salom bergis saqlab turdi. Namozdan keyin hamma odam chavaqchilishib, sen chiqib ketadigansan, hozir seni qo'yib beradigan deb xush bo'lishib ketdi. Men hayronlikda sirtqa chiqdim. Saqchi oldigan narsang bormi dedi. Men yo'q dedim. Saqchi undaqda mang deb meni bir necha mulozimat rayonlarida barmoq bosqizib, turmaning oldi cho'ng darvozasiga ilib keldi. Va men tutilganda qo'yib qo'ygan 47 ringgit pulimni berib, sen kepillikka qo'yib berilding. Qayta kelmasligingni umid qilaman deb turmaning cho'ng darvozasidan chiqarib etdi. Men o'zimning qo'yib berilganligimga ishonmay turma darvozasidan cho'ng yo'l tarafga qarab meng'avatdim. Mushu vaqtdagi hissiyotimni o'qirmanlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hozir men bir imtihon maydonidan chiqib, yana bir imtihon maydoniga kirib ketavatdim. Men uchun bu his-tuyg'ular yangi emas edi. Hozir qalbimda yana meni qaysi yurak og'riqi, qaysi sinoqlar kutib turayotgandi degan savollar bor edi. Demisimo, hayotimdagi eng og'ir kunlar oldimda turibdi ekan. Men cho'ng yo'lga chiqib qarasam, ayolim avatgan qarindishim meni saqlab turibdi. Men bu balni burun tonimaydim. Biz mundaqli ko'rishdik.
U minib kelgan motoga ikkimiz minib yotoqqa qarab ketyapsak, yo'lda Charlar saqchisi bizni to'sdi. Men hiliq kepillik qog'ozni ko'rsatgan edim, bizni tezda mang'uzib etdi. Keyin biz yotoqqa kelib, bu Uyg'ur bolaning telefoni bilan ayolimga telefon qildim. Menda telefon yo'q edi. Chunki mendagi telefon va kompyuterni saqchilar elib olgan. Ular mening arxivimga endi hech narsa yo'q deb yozgan ekan. Shuni yo'q bo'lgan edi. Biroq bu mo Allohning ajoyib cho'ng hikmatlari ekan. Keyin bu to'g'risi so'zlab beraman. Men bu yotoqqa xuddi turmada qandoq bo'lsam shu pit kelgan edim. Ya'ni yirtiq yo'tisiga keldigan ishdan, yekpay ko'ni ko'k sapmikash, mursi yirtilib ketgan oq ko'ynak bilan bar narsam bu bo'lib, buningdan boshqa 47 ringgit pulim bor edi. Men yotoqda uxlab atis etganda hiliqibol bilan telefon, kompyuter va pasportimni olg'ili saqchi idorasiga bordim. Ular seni tutganda biz undaq narsani ko'rmadik dedi. Hozir mening birdan-bir amalim Malayziyaga o'tib ketish edi. Ammo menda pul yo'q ya pasport yo'q. Bekmi chataq yeri, kiyimim bekmi yirtiq edi. Men meni kepillikka ep chiqqan balaga ishtandan birini berdi yelmay, endi bir somkisi bor ekan. Shu somkini ko'rsatib, bu sizning somkingizmi dedim. U ha deb javob berdi. Asli men somkisini ko'rsatsam, menga hech bo'lmaganda bir ishdan berarmikin degan edim. Ammo Alloh bu balaning kallasiga solmadi. Men bu balaga meni Malayziya chegarasiga olib qo'y dedim. U ma'qul deb motos bilan meni Malayziya chegarasiga olib qo'ydi. Bu vaqt tushdan burun soat 11lar atrofida edi. Men chegarani birdam kuzatdim. Biror tonish uchrab qolarmikin deb. Chunki men o'tadigan ikki chegara bo'lib, cho'qim birsidan pul to'lab o'g'irliqcha o'tishim kerak. Yana birsidan bo'lsa chegaradan ortilib o'tishim kerak edi. Chegaradan o'tgandan keyin Malayziya poytaxtiga berish uchun pul bo'lishi kerak edi. Biz bu chegarada biror tonish chiqib qolar deb 2 soat turdik. Ammo chegarada tonishmi uchirmadi va chegara sal qattiq tekshirilib o'tibdi. Men meni kepillikka elib chiqqan balaga meni boshqa chegaraga olib qo'yib, ondan yo'lga ketaverishni aytdim. U ma'qul bo'lib, biz boshqa chegaraga bordik. Bu vaqtda soat 3lar bo'lgan edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به